Xitoy nurg'un sohada xalqaro jamiyatning nazoratiga to'sqinlik qilgan. Amerika parlamentining Xitoyga munosabatlik bir dokladida Xitoy nurg'un sohada masalalarni mujmallashtirilish sababidan Amerika parlament ijroiya komitetining nazoratiga to'sqinlik qilgan. Dokladda Xitoyning Beijing shahar rayoni atrofida nurg'un arz shikoyat qilguvchilar va kishilik huquq da'vogarlarini qamab qo'yganligi bildirilgan. Xinhua agentligi bergan xabarda oshkorlanishicha, Sharqiy Turkiston bir balvoq bir yo'l savdo planidagi muhim markaziy o'rin bo'lganlikdan Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qaratilgan bexatarlik tadbirlarini qattiq kuchaytganligi, shuning bilan masqadamda Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlardan majburiy holda DNA qon avrishkisi ilish orqali uzluksiz uchur to'plagan. Xalqaro vakolat tashkilotining Xitoy haqidagi dokladida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarning qon avrishkisini to'plashi bo'lsa, kelgusidagi Xitoyning bexatarligi va muqimligini saqlash bilan zich munosabatlik ekanligini oshkorlagan. Trump hukumati kishilik huquq masalasi sababli ayblandi. Amerikadagi nopuzliq strategiya tadqiqot markazlarining biri bo'lgan Tashqi munosabatlar kengashining tadqiqotchisi Viola Rothschild 4-oktyabr e'lon qilgan maqolasida Trump hukumatining Xitoyning kishilik huquq masalasidagi pozitsiyasini o'zgartirishga chaqirgan. U bu yil Xitoyda kishilik huquqqa qarshi nurg'un xilofliklar sodir bo'lib, advokatlar tutqun qilinib, ularga majburiy ixro qildirish vositalari qo'llanilgan. Hong Kong demokratiya harakatining rahbarlari jazolangan. Uyg'urlarga bo'lgan besim kuchaytirilib, ularning ziyolilari bostirilgan. Chet elda o'qiyotgan o'quvchilar majburiy qaytarilib ketishdek ahvollar yuz bergan bo'lsa-mu, biroq Trump hukumatining bu ahvollarga sukut qilganligini tanqidlagan. Xitoyning ikki paraxoti o'zaro so'qilib ketib, birsi suvga g'arq bo'ldi. Xitoyga tava bir baliqchi paraxoti bilan neft paraxoti Oki orolining shimolidagi xalqaro dengiz tavalligida o'zaro so'qishib ketib, birsi suvga g'arq bo'ldi va 12 kishi yo'qolib ketdi. Xitoyning Osakada turishliq konsuli bu haqda e'lon qilgan bayonotida voqea yuz bergandan keyin Xitoy dengiz sohili bexatarligini qo'g'dash qismlarining Yaponiyadan yo'qolib ketganlarni qutqizishga yordam talab qilganligi, Yaponiya tarafining voqea yuz bergan joyga 3 dona qutqizish paraxoti avatganligi bildirildi.